yaqinroq kelinglar akalar, zo'r narsa ko'rsataman sizlarga. Damaslaring bor mana shunday. Oldi o'tirib qolgan. Sababi nimada desalaring, bu narsani fonni ko'rsatib beraman. Nimadan va nech pul ketadi? Videoga bittadan like bosib turinglar, biz boshladik. Mashinamiz zavodskoy chashkada. Mana shu yerga yetib oldik mana. Zazor ochilib qolgan mana. Mana shuni hisobiga mashina o'tirib, chashkasi ko'tariladi va mana shu yerdagi zazor pasayib qoladi. Buni yechimi nimada desalaring, bunga koreyskiy Nexia'ni chashkasidan qo'yib, joy-joyiga qo'yib, birga bir tushgan qilib qo'yib beramiz. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz, nech pul ketadi, hammasi bilan tanishtiramiz. Biz boshladik. Akalar, mashina mana tayyor bo'ldi. Mana balandligini ko'rishlaring mumkin. Mana juda ham baland bo'ldi mashinani oldi. Nexia chashka mana birga bir qilib qo'ydik. Sentrda razvonlari chotki chiqadi. Shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Direct yozsalaring, puli haqida to'liq ma'lumotni bemalol beramiz. Akalar, akamiz bizni hurmat qilib Andijondan kelishgan. Nomerlarni oling mana. Videolarimiz ko'rib kelishgan ekan, mashinalar o'ta ideal qilib berdik. Koreyskiy magnatlik qo'ydik. Oldi arqa rezinka komplekt qo'ydik. Sharovoylari zavodskoy chotki ekan, 60 ming yurgan ekan. Amortizator gazovoy, chashka koreyskiy qo'ydik. Rullariga machina qo'yib, chotki qilib berdik. Mashinamiz общий summasi 1.650.000 so'm bo'ldi. Chashkani o'zini so'raganlarga qo'yish, razval xizmatlari bilan 350.000 so'm bo'ladi. Akamiz reaksiyalarni bitta ko'ramiz, yurib ko'rishsinchi, ketdi. Andijonlik akamiz yurib kelishdi. Mana o'zlaridan fikrlarni bilamiz. Aka, mashina qalay bo'libdi? Mashina yaxshi bo'libdi. Cho'tkimi aka? O'zgarish bor. Aka, shuncha yo'l bosib kelibsiz. Andijon qayerdan keldingiz? Andijonning Soydan keldim. Gap yo'q. Aka, andijonliklar taklif qilamizmi? Xudo kelsin. Shuncha yo'l bosib kelib, shunga yarasha bo'libdimi aka? Xudo yaxshi, rollar ancha yengil bo'libdi. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim lekin. Adavoylari ham zo'r aka. Xudo yaxshi. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mana shu xizmat kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Avtosixod jamoasi hammalarni xursand qiladi. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da qiziq videolar qo'yamiz. Sog' bo'linglar.